Assalomu alaykum. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz Vena klassik maktabi. Tarixga nazar solsak, ma'rifatchilik davrida. Bu davr ma'rifatchilik enlightenment g'oyalari bilan chambarchas bog'liq. Yevropada asosiy janrlar simfoniya, sonata, konsert, opera. Konsert bu bir yoki bir nechta cholg'u asboblari orkestr bilan ijro etiladigan janr hisoblanadi. Opera takomillashib, dramatik sahna va musiqani uyg'unlashtirdi. Simfoniya ham to'rt qismdan iborat bo'lib, birinchi qism sonata allegrosi, ikkinchi qism sokin mazmun, uchinchisi esa mushkul final tarzida yangragan. Ohangdorlikda kuylar sodda va esda qolarli bo'lib, o'sha paytning zodagonlar ham tushuna oladigan darajada yaratilgan. Esa maktabga asos solgan odamlar bilan tanishib chiqamiz. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-yil Avstriyaning Zalsburg shahrida tug'ilgan. 5 yoshida musiqa yozishni o'rgangan. Ludwig Beethoven 1770-yilda dunyoga kelgan. Aslida Beethoven qulog'i kar bo'lgandan keyin ham u buyuk asarlar yozishda davom etgan. Joseph Haydn simfoniya otasi nomi bilan mashhur bo'lib, u 100 dan ortiq simfoniya hamda partiya cherkovlar yozgan. Mana Mozart bobomizning rasmlari. Sizlar bilan Rahmonov Faxrorxon bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.